Okay guys, әмсә текст қараңыз балла. Әнді бұл текстті авал бір нәйті суал ба. Сіләм бұл суалны бір жауап көріп өткен дейкен, аңлайсызлар бұның аваз үшін. Аңлап бұның дейкен бір жауап беріп бақсаңызлар. For example, what is Penny going to do with the ways? Әмді мұшу. Ау тәштекні, алыңқы тәштекні зады. Бұл Penny қана қымақты. Does Sam want her to do that? Мұшу Sam оны ашында кескен дәмді. Демекче ашу тәштекні бірі қойыскен дәмді тұрсан. What is Sam going to do with the ways? Әмді Sam ол тәштекні қанда бір тұрап қымақты кен әмді. Demek hem de bu şu tekstini ait köngülge bir anlagan deken hem de bu suallarga bir cevap bersanız boldy. Lesson 39. Don't drop it. Listen to the tape, then answer this question. Where does Sam put the vase in the end? What are you going to do with that vase, Penny? I'm going to put it on this table, Sam. Don't do that. Give it to me. What are you going to do with it? I'm going to put it here, in front of the window. Be careful. Don't drop it. Don't put it there, Sam. Put it here, on this shelf. There we are. It's a lovely vase. Those flowers are lovely too. All right. Әмсә аңлап болуңыз болла. Андақта біздіңки мұшу текстini bir тәпсiri bir қарап бағайлы. So what are you going to do with that ways, Penny? So what are you going to do? And then be going to deganimiz maqchi maqchi. What are you going to do with that ways? And then we share with something. Do with something degan şey bir taraf qilmoq yoki ma'lum ishni bir o'rinlamoq degan gap. Demak, what are you going to do with that ways, Penny? And so u tashdagini qanday qilasiz, Penny deydi. What are you going to do with that ways? I'm going to put it on this table. Okay, men uni mushu stelning ustida qo'ymoqchi. I am going to put it on this table, Sam. So don't do that. Give it to me. Voy, unda qilmang. Menga bering. Give it to me. Matsi degan voqeaga kelmadi. Menga bering. Give it to me. Unda qilmang, menga bering. What are you going to do with it? Voy, uni qanday qilsiz? Demakchi, uni qanday bir taraf qilsiz desa, I am going to put it here. Men uni uyaga qo'ymoqchi. In front of the window. And in front of degan ning oldida shunami? Demakchi, derazning oldida qo'ymoqchi. And in the front of deganchi ma'lum narsaning ichining oldida deganga, masalan, in the front of the car, in the front of the bus deganda, okay? I'm going to put it in front of the window. Be careful, don't drop it. Nima? Diqqat qiling. Tashlab etmang, qo'lingizni tushirib etmang. Don't put it there, Sam. Voy, Sam, uyaga qo'ymang. Ma put degan qo'ymang emasman. Put it here on this shelf. O bu yoqqa qo'ying. Takshining ustiga. Yoki jazining ustiga degan gap. Put it here on this shelf. Here we are. Mana qo'yib bo'ldik. Demakchi hamda tashdek bilan biz mana mushada demakchi hamda bu yoqqa qo'yib bo'ldik degan gap. Gap bo'ldik. Here we are. Here we are. It's a lovely vase. O'yintan omaq tashdek. Those flowers are lovely too. And bu gullar o'yintan go'zal omaq adamni yaxshi ko'rib keldi. Demak, endi bu tekstning bir qisqagina mazmuni. Endi bu tekstimizga eng muhim bo'lgan language points qarang. Endi shunda bu nima desam, birinchi to do with. Endi bu yer to do with deganimiz nima desam, shu bir taraf qilmoq degan gap. Yoki bir ish qilmoq shuni. Masalan, what are you going to do with the ways? Endi tashdagni qanday qilmoqchisiz? Sar qanday qilsiz? Yoki chiqib o'tamiz, siz u yoqqa qo'yamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Demak, shuni qanday bir taraf qilsiz degan gap. Shunami? Degan with degan bilan billar degan gap. Masalan, with his father, onun bilan billa
Okay, and what are you going to do with him? And onun bilan nima ish qilsiz? Zaten nima ish qilganligini ana masalan onlar bilan manda bir ish qilmoq degan gap. What are you going to do with him? Onun bilan nima ish qilsiz? I'm going to play football with him. Yoki I'm going to do my homework with him. Men onun bilan topshiriq ishlayman degandek, shunami? So what are you going to do with this knife? And o pichoq bilan nima ish qilsiz? Demak, o pichoqni nimaga ishlatsangiz, nima ish qilsiz, qanday qilsiz uni degan gap bo'ldi menda. Shu qanday bir ishlatmak, bir taraf qilmoq degan gap bo'ldi. Shu ham what are you going to do with this knife? Bu pichoqni qanday qilsiz, nima ish qildingiz pichoq bilan degan gap bo'ldi shu. Okay, and what are you going to do with these clothes? And bu kiyim-kechakni qanday qilsiz? Oh, I'm going to wash it. Men uni yuyman. I'm going to give them to my children. Men bolalarimga beraman degandek. Demak, hamda bishara to do with degan shu bir taraf qilmoq yoki shu ish bilan bir qilmoq degan gap. Demak, what are you going to do with these clothes? Hamda ma ikkinchisi nima desanglar? Meyarki, give me a book. Buni nimda bo'lgangan tuqmoqlar, menga bir kitob bering yoki aytdim. Give me a book. Hamda buningda savolashlar, xabar nima desanglar, give me book. Meyar ishkita olganda desanglar, jenjebin bilan jejebin deb ishkita to'ldiruvchi bor. Hamda buning egisi yo'qmi deb so'rashingiz mumkin. Egisi bor. Egisi yushirin kelgan. Odatda buyruq jumlalari egi qanday qilinadi desanglar, yushirin keladi. Buningdagi egisi nima? You give me a book. Siz menga bir kitob berasiz. Biz uygurchada siz bunday qiling demaymiz-ku. Masalan, o'rningizdan turing. Va siz o'rningizdan turing demaymiz. Demak, ham buyruq jumla odatda qanday tilda bo'lsin, hamda yushirin holati keladi. O'rningdan tur, o'tiram, bunday qiling, unday qiling. Hamda siz degan hamda yushirin holati keldi. Demak, hamda xabar nima desanglar, give. Xabar degan shu hamda shu bir sharkatning harakatini bir bayon qilib keldi hamda. Berish, bermak, demak, tulmoq, ko'pincha mush fe'llar xabar olib keldi. Ham to'ldiruvchi degan nima desanglar, shu egininki ob'ekti. Shu nimani berdi, kimga berdi degandek-ku. Ob'ekt. Masalan, I love you shunami? Egisi I, shu yaxshi ko'rgitsa, yaxshi ko'ralgitsa ob'ekt. Nishon shunami? Shu egining ob'ekti, shu yaxshi ko'rish ob'ekti nima? Yo'q hamda. You degan to'ldiruvchi. Hamda men ham beradigan ob'ekt nima? Shu kitob bilan me. Va kishilik almash me menga. Demak, jumla ma to'ldiruvchi bo'lib ketadi-ku, menga. Bu nima? Odatda narsalar jumlada bevosita to'ldiruvchi bo'ladi. Bevosita to'ldiruvchini shu jejebin deymiz. Vositali to'ldiruvchi deganni nima deysanlar? Janjebin. Vositali to'ldiruvchi deganni nima? Janjebin. Shunga ham nima yarki? Give me a book. Endi yana bir jumla bor. Agar, okay, masalan, give a book to me. Agar ma'ningdek, shu bevosita to'ldiruvchi xabarning keyinda kelib qolsa, vositali to'ldiruvchining oldiga nima qo'yamiz? To. Ya'ni nima desam, shunga o'xshash, shu mening oldiga vositali to'ldiruvchi qo'yamda. Menga, demak, to g'aqagaka. Shu yo'lnish fe'li, yo'lnishni bildirgan g'aqagakani shu to'ninki mening oldiga qo'yamiz. Give me a book. Give a book to me. Shunami? Give a book to me. Menga bering kitob. Degandek. Shunga bugungi darsning muhim nuqta hamda demak hamda vositali to'ldiruvchi nang oldiga to qo'yamiz. Bevosita to'ldiruvchi bevosita to'ldiruvchi narsalar hamda bevosita to'ldiruvchi bo'ldi hamda bu jumlada. Shu xabardan keyin bevosita kelib qolsa, vositali to'ldiruvchi oldiga nima to qo'yamiz. Masalan, give me a knife. Give a knife to me. Nima? Hamda qaranglar, be careful. Be careful deganimiz nima? Diqqat qiling degan gap, ehtiyot qiling degan gap, shunami? Masalan, be careful with the glass. Aynakka diqqat qiling. Demakchi, diqqat qiling. Watch out. Watch out. Bu nima diqqat qiling? Yo'ldan, hey, watch out. Diqqat qiling. Ko'zingiz yo'qmi deydi-ku. Shu watch out. Shu diqqat qiling. Okay, look out. Okay, look out bo'lsa. Look out. Look out shu o'xshashlar nima? Diqqat qiling degan gap. And caution. Masalan, yozib qo'ygan, masalan, voy beshingizga ehtiyot qiling, caution. Bo'lmasa usib solsiz, 5 daqiqadan tushganda mas'ulimiz 5 daqiqa olsa, caution deb qo'yiladi. Watch out, look out.
Hem de bir yere there we are. Hem de bu asıl şekilde we are there. Hem de biz bir yerde demek ki biz yerde. Demek ki bu koyup buldum demek çok hem de. Mesela bu şuna okşaş mesela here we go. Okay. Mana biz demek ki başlaylı. Here we go. That's it. That is it. Boşça. O mana muşu. Demek ki muşundak bolsun. Muşundak bolsun. That's it. Bir karar. Vanşta muşundak olsun hemse. And here we are. Biz mana bu yerde. Mana biz. Now here we are. Ya ki biz müşa keldi ok degan gap. And we are here. And biz mana bolsak we are. Asıl şekli mersanlı here deyin kendi kildi. Ma tatu cümle ulab ne mersanlı. Ma qattiq qulaylik olsun. Here we are deb ma o'zgartib olgan. We are here. Yani biz bolsak mana. Demek ki biz kep boldik mana. Degan gap. Voy biz mana keldik. Here we are. Vallahi mana keldik. Bag'cha uramda olsa. Voy mana keldik. Here we are. Tamam. All right. Thank you so much. That's all for today and see you next time. Goodbye.